Amir Temur davlat boshqaruvida ayollarga nisbatan qanday munosabatda bo'lganlar, xususan Bibixonimni qadrlaganlar, ulug'laganlar deb aytiladi tarixda. Shu haqida qisqa gapirib bersangiz. Mana yaxshi savol berdingiz. Ayollarning o'rni sobiq Amir Temur davrida va Temuriylar davrida, umuman To'ron davlatida ayollarning o'rni, ayollarning mavqei bo'lgan har bittasini. Masalan, o'sha paytda shoir ayollar bemalol kirib Temuriylar bilan saroyga kirib bemalol munozaraga qatnashgan. O'sha paytda munozara janri bo'lganda, bu manbalar bor. Ikkinchi tomoni, agar Bibixonimni misol qilib oladigan bo'lsak, davlat ishlarida kerak bo'lsa Amir Temur maslahat so'rab turgan. Chunki ayol ko'p bo'ladi. Ayol yaxshi fikrlaydi. Mana shundan Amir Temur qo'llaydi. Masalan, bitta rivoyat ham bor. Bir yurishda Amir Temurni pul qolmaydi. Yozaveradilar. Bibi, menga zar kerak, xazinani zar yuboring deydi. Keyin Bibixonim yozaveradi xat. Hukmdorim, zaringiz tugagan bo'lsa, shartlaringiz ham tugaganmi deydi. Qarang. Shunda miyasiga uriladi. To'xta deydi, bu bekor yozmagan deydi. Suyaklarni pul qilib, muhr urib tarqatadi. Samarqandga borgandan keyin oilalarni beraman deydi. Chunki maosh berilgan. Adolati shundaki, har bitta askariga 7 yillikka yurishib ketayotgan paytda 7 yillik maoshini berib ketgan. Bering, oilangiz qiynalmasin deydi. Ya'ni o'sha suyaklarni muhr urib tarqatgan oylik sifatida. Samarqandga kelgandan keyin shularni almashtirib bergan. Yana buni nima uchun qo'llagan? Mumkin yo'lda berib yuborsa katta xazinani yetib bormasligi mumkin bo'lgan, qarovsilar yo'q qilishi mumkin bo'lgan. Balki boshqa tomonni o'ylagan, lekin shunda ham Amir Temur Bibixonimni maslahatga quloq solgan. Masalan, Bibixonim deylik, hatto mana Mirzo Ulug'bekni tarbiyaladi. Boshqonqir Mirzoning Xalq Sultonni tarbiyaladi. Qarang, davlatga mana shunday bir salohiyatli, shafqatli, bahodir yigitlarni yetishtirib berdi, tarbiyalab berdi. Bizda ota-bobolar masjidga ilm orqali kirasin degan. Masjid yonida maktab qurganlar, madrasa qurganlar. Sobiq Amir Temur Hindistondan kelgandan keyin masjid, katta jome masjid qurdilarmi? Uni to'ldirgan Bibixonim bo'ladi. Yonida maqbarasi turibdi. Shu yerda madrasa qurganlar. Bibixonim madrasa qurgan. Sobiq Amir Temur jome masjid qurganlar. Men Samarqandda qolgan Bibixonim nafaqat o'sha bolalar tarbiyasi bilan, Mirzo Ulug'beklar yoki boshqalarning tarbiyasi bilan, balki davlat ishlari bilan ham shug'ullanganlar. Bevosita Samarqandni o'sha yoki mamlakatning qayerda nima bo'layapti, qanday voqealar bo'layapti, aralashib turganlar. Bu bor, manbalarda bor, ko'p manbalar yozilgan. Bizning Shomiyda ham bor, Ali Yazida ham, boshqa manbalarda ham bor. Bibixonimni hatto mana nimada Sultoniyaga boradilar-ku. Amir Temur darqasdan. Balki Ulug'bek Sultoniya tug'iladi-ku. Va o'sha begim o'shardi. Ko'z yoriydi-ku. Va boshqa masalalarda ham, demak, davlat ishlarida Amir Temur ayollarni nar surib qo'ymagan, saroydan nar chetlatib qo'ymagan yoki ularni ovozini bo'lib qo'ymagan, ularga quloq solgan, ularning salohiyatidan. Chunki Bibixonim ham oddiy kishining farzandi emasdi. Ular nufuzli oiladan chiqqan, ya'ni tarbiya ko'rgan. Otasi amaldor bo'lgan, otasi katta odam bo'lgan ularni. Chunki ularning salohiyatidan foydalangan.